Biz xalqimiz aytadi, sadaqa raddi balo deydi. Ya'ni sadaqa balolarni ketkazadi, ming baloni ketkazadi deydi. Xulosa qilishimiz kerakki, bizga uzatilgan qo'lni agar imkoniyatimiz bo'lsa, hech qachon bo'sh qaytarmasligimiz kerak. Avvalambor Alloh bizni hammamizni shunga bir qurbatli qilsin, qurbi yetadigan qilsin. Lekin hayotimizda har doim uchraydi, yo'limizda uchraydi unday odamlar. Biz birovga yaxshilik qilar ekan, eng avvalo o'zimizga yaxshilik qilayotganimizni hech unutmasligimiz kerak. Qushni qafasdan aytishadi-ku, ozod qilayotgan odam qushni ozod qilmayapti, u o'zini ozod qilyapti deydi. Shuning uchun biz kimgadir yordam qilayotgan bo'lsak, boshqa qilayotgan bo'lsak, bundan hech kibrlanmasligimiz kerak. Hatto ichimizdan men mana yordam qilib qo'ydim-ku, men yaxshilik qildim-ku deb rozi bo'lib qo'yish kerak emas. Ichida ozgina shundan faxr ham tuymaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni insonning o'zidan rozi bo'lib ketishi ko'p muammolarga yo'l ochishi mumkin-da. Rohatlanishi, xotirjam bo'lib qolishi.